Esselamu Aleyküm. Rabia Hanım merhaba. Avustralya'ya Evet, hoş geldiniz. Yürüp kettim ben. Bugün sizden bir sohbet edip berişini izleyatımız. Yani bugünkü sohbetimizde sizinki şu Xitayning türmesinden 2005 yılı Amerika koyup berilgenden keyin şu Amerikada elip bağlan bütün faaliyetleriniz doğrusunda biz bir sabah karakterlik bir tanqidi bir yosunda bir muhakim etbarlı degan niyetde bunu kılıvatımız. Eğer siz xalısınız, bugün ben sizge bazı bir qattiq quruq bir savollarım bilan keldim. Şunu aldığınızga qo'ymoqchiman. Mush to'g'risida bir qanday bir fikriniz bor? Agar ma'qul ko'rsangiz, men savollarimni deb o'tib ketsam. Bugün asli yaman charchab qapti ekanman endi. Qanday qilishimni bilmayman. Bo'pti, savol qo'yib bering. Aldı bilen sizden avazınız doğrusu sözleyle. Yani sizden avazınız bizdeki dünyadaki Amerika hükümeti tarafından başkalık kelivatkan ve kollap kelivatkan iqtisodiyat ajırtılgan bu Erkin Asya Radyo İstansiyası tarafından hazırının özüde bu taza kollap bazı avazınız çıkmatıdır. Fakat sizinki nakal ilingan avazınız çıkmatıdır. Bu doğrusu ben bu Erkin Asya Radyosu'nunki mesullarına xat yazdım. Ama şunda bolsun mu yani yerlikteki Uygur teşkilatları, televizyonu başlayatkan balla, ya radyo başlayatkan balla, yani sizin avazınızı çıkarıp kelivatıdı. Şu bugün ben bizdenki bu sorunumuzda sizin bir avazınızı çıkarış bir sorunu. Şuna bu sorundan nayet bir erken paydaşınızı ümit kılıman. Ama şununla bir vakitte bu sorun hem de bizdenki sizdeki aldınki 13 yıllık Dünya Uygur Kurultayı'na reis bulaş, hem Uygurlarının ki manevi anıs bulaş jarayonida beşiniz ötken keşmişlerinizini bir esep çıkarış jarayonu bu. Muşakta bolsa men bazı bir savollarni sorsam, agar buni ma'qul ko'rsangiz, bunga bir javob bersangiz. Ammo ba'zi savollarim qattiqroq savollar, eg'irroq savollar. Agar buningdan rahatsız olsangiz, bu savollarimga javob bersangiz. Men rahatsız bo'lmayman. Shu men turmuq ko'rgan kunimdan tortib, cho'ng'lig'imdan ta hozirgacha desam bo'ldi, shu rahatsızlikning ichida cho'ng bo'lyapman. Tek Uyg'urning bir qatim kulgan yeri yo'q hayotida. Shuning qatorida mening bir kulgan, haqiqiy kulgan vaqtim yo'q. Men rahatsız bo'lmayman. Savol so'rasangiz bo'ldi. Birinci sual, 2005 yılı siz Xitayning türmesinden koyup verilip Amerika'ya geldiniz. Amerika'ya kelgan vaqtida siz allıburun Uygurlarning manevi anısı degan ataqqa erishib oldunuz. Ama siz türmeden koyup verilip nayeti bir egir bir azap çekkendan keyin siz koyup verilgan vaqtida zaten Uygurlarning manevi anısı degan mush kalimaning vaznini zaten cho'nqur tushundingizmi? Qancha tushundingiz? Albatta tushunaman. Chunki bu boshliqni to'shqizish uchun Muşu Uygurlarning manevi anısı degan bu sharafni boshqalarga berish uchun men 20 yillar izlandim. O'zimni bunga loyiq ko'rganim yo'q men. Men shunday bir odam chiqish kerakki, Uygurlarni yetaklash kerak. Shunday bir qahramon, shunday bir talantli, ajoyib o'qigan mening nazarimda shunday bir odam bu ishning uddasidan chiqib keta oladi. Ben özümü bu orunga koymağa. Bırak devir beni tanıp aldı. Devir beni tanıp aldı. Ben bu devrinin tanıp bilişini ben başlatmadım. Çünkü bununla özünü şundak cüret kılıp şu vakti açıklığa adam yok değil. Bu boşlukka. Endi bu Uygurlarning manevi anısı buluş gayet zor bir cesaretini, bir psixik bir egirlikni, bir aqlni, bir jirat ko'rarlikni talab qiladigan ishdi. Mush narsalar menda bor deb qaraganman ayni vaqtda. Men shu narsalar menda bor deb qaraganligim uchun men mushu yo'qni yetildirman. Mening fidokorligim yetildi. Men bir fidokor ona. Men mush bir ömrümni mushuning otidim. Men xalqimga cho'qim mushda egi chiqa olayman. Xalqimni oqam agashtirib olayman. Meningda mush yetarlik mushuning loyiq narsa bor. Shuning uchun men mushni boshliqni cho'qim to'shqizishim kerak. Şu devirde ben del muşunda bütün dünya muşunda devatlardan ben toşkızımsam ikinci bir adam çıkıp bunun ödüsünden çıkamaydı kılıkın. Közem yetkeşke üzemnimi tanıdım, ben uğrunumu tanıp ben geldim. Siz aynı vakitte çıkan vaxtınızda Uygurlarınki siyasi reallığı, ictimai reallığı ve başka reallıkları bilettiniz mi? Yani bu siz aşıkıl kabiliyetler çıkan vaxtınızda bu reallık doğrusu yani nemilen oyladınız? Ben onu oylaşmadım. Hem nersi tabii halde cugurluk oldu deyip oyladım. Çünkü biz sergandarlıktaki bir halk, vatanımızın içinde ben bir komünistin kolda çoğun olan adam. Ben bu dünyadaki boşlukta Uygurların çeçelanqılığını ben Soğudiga olgan ki Orta Asya soğudularını kış jarayonida nurg'un narsalarni anglab yetlagan bo'lg'achqa, shu boshliqda men cho'qim bularni bir tashkillab bir ish qilib ketaman.
Birisi men qandaq olmasın Xitayning ichida 20 yil siyosatni tudim. Xitayning siyosatini yaxshi bilaman. Har jihatdan yetildim. Ikkinchi xalq ichidagi nupuzim yetarlik. Xalqning erishib eng muhim narsa xalq erishish masalasi. Xalq shu odamni e'tirof qilish masalasi. Xalq ergashgan ekan, qolgan narsani xalq o'zi to'shqizib berdi shuni oqidim. Ham butun xalq meni taniydi, ham xalqim meni oqimda erishdi dedim. Xalqdim menda xalqning menga talmirib turgan, meningdan kutib turgan narsani men vatanda ko'rib chiqdim. Menda allaqachonda vatan bu narsa shakllanib bo'lgan. Shunga endi bu intizorlik bu yerga chiqqanda endi reallikka o'zgarib ketdi. Men turmush kirganda texnik reallikka o'zgarib ketdi. Shuning uchun men buni mening o'rnimni ikkinchi bir to'liqlaydigan odamning yo'q ekanligiga ko'zim yetkazgan, men bu o'ringa o'zimni berdim. Endi siz albatta bu liderlik nazariyasida bir qarash borki, ya'ni haqiqiy bir qobiliyatli bir lider o'zi kirgan yangi bir muhitninki ajallik masalalarini intan oson bayqab oladi ham uning qarta tez qaror olib uni o'zgartira oladi deb qaraladi. Bu liderlik bir o'lchamlardan birisi. Demak, siz Uyg'ur realligiga, ya chet eldagi muhojiratdagi Uyg'ur realligiga kirgan vaqtingizda buningdagi siyosiy reallikka asosan qaysi xildagi ajallik bir ahvolni bayqadingiz, qisqala ham buningga nima ishlarni qildingiz? Uyg'urlarningki pishib ketilmaganligini his qildim. Qattiq chechilan borligini his qildim. Uyg'urlarning texi liderini tunib yetmaydigan bir davrda ekanligini his qildim. Xitoyning kuchlangan vaqtida bu ishning ne qadar qiyin ekanligini, men qanchalik odamlar bilan bu ishni qilib ketalaydigan, qilib ketamaydiganligini hammani his qildim. Lekin mening qila oladigan ishimga shu davrning mos keladiganligini his qildim. Shunga men darhol o'zim asli men bir lider, bir tashkilotning raisi bo'lmaslik kerak. Men dunyo Uyg'ur mening eng cho'ng xatoligim nima bo'lsangiz, dunyo Uyg'ur qurtining raisligini qabul qilganligim. Men dunyo Uyg'ur qurtining raisi bo'lmay, mush lider petim, onu petim turib bu ishni qilgan bo'lsam, bugungi nurg'un ishlar mavjud bo'lmaydi. Biroq men mushu davrni yaratish uchun, mushu davrni mushunda qilish uchun o'zimning atrofimda mushu hozirgi da'vo etib berayotgan, mayli u to'van bo'lsin, mayli u qisqa bo'lsin, mayli u saviylik bo'lsin, xalq tarafidan e'tirof qilingan, o'zi ishlarini davomlashtirayotgan bir qism atrofimga odamni akilib, darhol dunyo Uyg'ur qurtining o'ziga berib, bu vazifani ustimga elib, ular bilan birga men bu ishni tanishib ketdim. Ham mushu dunyo Uyg'ur qurtining og'ziga butun dunyodagi tashkilotlarni qaratdim. Bütün dünyani bir ovoz ekandim. Men rasmush 13 yil jarayonida chet elliklarmi Robiya Qodir dunyo Uyg'ur qurtining raisi, ham lideri, ham onisi mushu tashkilot Uyg'urlarning vakili deb e'tirof qildi. Dunyodagi 7 yoshdan 70 yoshgacha Uyg'ur shunda e'tirof qildi. Bütün O'rta Osiyodan tortib vatanning ichidagigacha xalqni mushuna bo'ldi. Hatto Xitoymi mushuni yo'qotmasa, mush Uyg'urni chechib o'tmaymiz deb men bilan 13 yil to'xtamay erishdik. Rahmat. Endi siz Amerikaga yangi chiqqan vaqtlaringiz yanada qila oladigan bizning mushu davrda, mushu asrda qila oladigan ishni biz hammani qildik. Chunki bizdagi iqtisod yetarsiz, o'zingiz bilasiz. Odam imkonimiz yetarsiz. Xitoyning bizga bo'layotgan, to'sayotgan oldimizni to'saqlarni aytdik. Mushundaq sharoit ostida qo'limizdan keladigan shu davrda ipbar oladigan narsaning hammani men amalga oshirdim deb o'ylayman. Masalan, siz boshda dedingiz, siz chiqqan vaqtingizda biz nurg'un jihatlarda anqov siyosiy jihatda tajribasiz, chechilango, eng oxirida dunyo Uyg'ur qulti, ya'ni bir chechilangolik bilan oxirlashdi. Bu vaqtda buni siz qaysi qanday tushunasiz? Ya'ni bu sizningki siyosatdagi bir mag'lubiyatingiz kirandi, yoki bu sizning siyosatdagi bir xil atlab o'tishga bo'lmaydigan, ammo bizningki beshimizga kechirishimiz bir zo'r bo'lib qaralgan bir jarayon deb qarayman. Zo'r bo'lib qolgan jarayon deb qarayman. Bu mag'lub bo'lganligini deb qaramayman. Chunki yanala xalqim meni lider deb tanıyotdi. Men yanala Uyg'ur xalqining lideri, men o'zimning Uyg'ur xalqiga ega chiqadigan bu vazifamni voz kechganim yo'q. Men mushu vazifani o'tayapman. Dunyo Uyg'ur qulti mushu davr shunday kelgan. Ularning o'zining chiqib ayrim ish qilib baqisi keldi. Ish qilib baqisi bo'ldi, men qaytib chiqdim. Dunyo Uyg'ur qulti o'zining raisligini sayladi. Men mushu davr mushuning bu mag'lubiyat emas, shishilish emas, mushunda bir tarix yetib keldi.
Muşundaq bir yaşlar biz çıxıb ayrım qılıb baxımız dedi. Ularning qılıb baxıb özünün təcrübəsini aşırğını yaxşı. Mən bu ümumi dünyadakı təşkilatını ortaq dünya uğur qurtuyumuşunun birisi ortaq qucaqlab bu davani yana davamlaşdırmayın deb şunu çıxdım. Onu məğlubiyyət deb qarmayman. Bir lider, bir təşkilatqa reis olsunmu lider, reis olmasınmı lider. Endi yana bir şu savol to'g'risida oxirgi bir savolim. Endi hozir Dünya Uyghur Qurultiyi siz rahbar 13 yil rahbarlik qilgan Dünya Uyghur Qurultiyi o'zining yo'lida ketyapti. Biz yana Sharq Turkiston sürgün dokumenti bor. Amdikin hozir Seytum Türklar hozir Sharq Turkiston hareketinden beg'ishlangan bir tashkilotni quryapti. Demak, hozirmish chet elda, jumladan Turkiyaga g'arb dunyosida hozir Uyg'urlarningki chet eldagi davosini olib borayotgan tashkilot 3 borliqqa keldi. Burun ikkisi bor, hozir 3 bo'ldi. Undan boshqa ushshaq boshqa masalan Ma'rif jamiyati u boshqa tashkilotlar bor. Hozir bir tarafdan qarasak xalqimiz hozirgi ig'ir qirg'inchiq davrida bir birlikni talab qilyapti. Yana bir tarafdan qarasak bu tashkilotlarning bir necha bo'linib kelishi ahvoli kelib chiqdi. Siz 13 yildan keyin demak bu xil ahvolda sizning qarshingiz qanday? Men naytı tırışçılık göstərib baxdım. Bu şundaq bölünüb ketməsin. Çünki ideya oxşamaslık, bir-biriga çıxışanmaslık, məsələlər ağır bolğanlığı üçün mən şunu tutub tura aldım o iş. Bu mənim iqtidarım. Bir-biriga oxşamaydigan ideyadakı adamlarını və bir-birisi bilan kelişənməydigan adamlarını özümün liderlik gücüm bilan tutub tutdum. Axırgi çəkki yetdi. Mən bunu xalqның ağzında bunda bir gəp barkən parçalanıb kəsib olmaydı, ittifaqlaşış kerak, ayrım təşkilat. Bu təşkilatların ayrım quruluşu bu parçalanıb ketganlikka kirmaydi. Biz çoğ bir millət, çoğ bir millət. Tibet'te 10-20 təşkilat var. Yaşlar təşkilatı var, ayollar təşkilatı var, yanı birleme təşkilatı var, sürgündü hükümet var. Dalaylama lider. Turub atılır. Həmmisi özünün alaylığıyla qıldığını qılıdır. Məsələn, Dünya Uyghur Qurultayı bilan qanışanmaydiganlar çıxıb ketdi. Dünya Uyghur Qurultayıda qanışanmaydiganlarni o'ziga kirgizmadi. Endi ular sirti qasıb olmaydı. Ular biz ayrım təşkilat qurub bizim iş qilimiz desa, ular biz qarşı çıxsaq olmaydı. Onundan keyin yana birisi madaniyat deb bir tashkilot qurishi mumkin. Uningga biz madaniyatni qilma qarshi chiqamiz, bizlik qilamiz desak, biz tugatolmaymiz. Dunyo Qurultiyining ichiga 10 odam bor, 20 odam bor, 30 odam bor. Bir millatdan keyin u hammasini qilib ketolmaydi. 3 kun o'zlarimiz so'zlabdi, biz hammaning ho'disidan chiqolmaymiz, qolganlarni qurilib qilish kerak debdi. Demak, o'zlarimiz davatidi bu gap. Shuning uchun bu parchalanib ketgan emas bu. Bu bir-biriga qarshi chiqmagan holda hammasi o'z aloyligi bilan, masalan, Ma'rif jamiyati deymiz, Ölmalar Cemiyeti deymiz, kişilik hukuk teşkilatları deymiz, Amerika'da Uygur uyuşması deymiz, MAO, Dünya Uygur Qurultayı deymiz, şunda Seyit kurduğun Şarkı Türkistan Müstakillik Hareketi deymiz. Muş teşkilatlar hemisi sürgündü hükümet deymiz. Biz neçe vaxtdan bir hata işlerini kıldık. O nimo degen vaxtıda müstakillik karşı çıkır emas. Hem de sürgündü hükümet koyulgan talebimiz yukarı oldu. İmam yukarı oldu başka. Şuna bunun gibi biz sürgünde hükümetin o'zining qo'ldan keladigan harakatlarini elib berib o'zining rolini joriy qildi. Hammasi er jihatdan ittifoqlashib bir-biri bilan bir-birining qilolmagan ishini to'liqlab epmansa bu parchalanib ketgan emas. Chunki bu Xitoy u maqsadiga yetolmaydi. Parchalanganlik deb qaramaymiz. Endi parchalanib ketadigan bir sapsataga eslib biz xalqimizni texnik qo'rqitib, unda qilib manipulyasiya qilsaqmi çoğluk adamlar davanın kolumuz erilip hemini kıtketenmey. Bunda kısak mı doğru bulmaydı. Şunun için benimce bu iş normal ahvalda karayım. Eğer iki xil mümkünçilik var da bir yerde. Birincisi yani Dünya Uyghur Qurultayı mesela Dünya Uyghur Qurultayı çünkü siz yetekleyen teşkilat 13 yıldan beri bunun içindeki birlikten kançılık oluşturup dursun. Bu birlik türlü işki taşkı sebeplerle işki taşkı besimler tüpelden ahir hazır aleti geldi o. Bunun da Xitay'daki koluna bağlılığı intihan enik. Onda bu vakti hazır 3 teşkilat bu vakti, G'arblik 3 teşkilat değil hazır. Yani Dünya Uyghur Qurultayı, Şarkı Türkistan Azadlık Hareketi, anadaki Şarkı Türkistan sürgün dokumenti mesela. Bularning o'rtasidagi birlik bo'lmagan ahvol aslida Xitoyning qo'li texadimga kirib, bularning o'rta turli jihatda bir-birisiga sap qo'yishdan bu ziddiyat kelgusida o'tkazilish ketishi mumkin. Endi Xitoy hukumati Dünya Uyghur Qurultayining ishini shunda qila oladi maqsad yapti. Ziddiyatni keskinleştirdi. 10 yıl, 12 yıl erişti ben bilen. 2012 yılım erişti. Hatta Amerika'daki ma'lum orunlarını en iyi diyegeçe bula Müslümanı silip, naytı nurgun işler olup gitti.
Endi Dünya Kurultayı'nın içinde cedel maceranın tügümesliğinin hemisi şu Xitay'nın adamlarının aşının içinde aşkara hareket kıldı Xitay'nın. Biz benim üzemdeki guman kılıç dairemdeki adamların Xitay'nınki buyruk boyunca aşkara hareket kılganlarımı boldu bunun içinde. Ahır Amerika'nın özü de, Türkiye'de, demek Germaniya'da, Avrupa'da bir kısım Xitay'nınki vasısı bilen hareket kılganlar ahır Dünya Kurultayı'nı parçalı ettik, məqsədki yetdik, Rabia Qadir'ni yıqtıb etdik, dep mundaq məqsədki yetdik dep oylavatqanlar var. Xitay o şunu məqsədki yetdim dep, məqsədki yetdim de, menin dərəcəmni, meni xatırcam qıldı, menin dərəcəmni östürdü. Menin bir liderlik ornum açıqdı. Mən əmdi demiş qılmam, menin nimi vəzifəm var? Mən degen bir saqçı, mən bir degen təftiş, həm lider olub həm. Mən bu təşkilatlarını Xitay'nın parçalı bitişigi mən yol qoymayım. Bularını bir-biri bilen davamlıq kelişip, madara qılıp, manın qılanmığını a qılıp, anın qılanmığını ma qılıp, bir-biri bilen ittifaqlaşıp qıladığın yerge manı mən əkiliməm. Hem de meningden başka bütün dünya şunu teşebbüs kılıdı. Halkımızdan tatıp atkan köz yeşi, aşağıda yığılap atkan, lagırda yetip atkan halk, muş ölüp atkan şehit olgan halklarımızdan ahu zari bularını bir yer ekildi. Anlaydı menin gibimle hemisi. Meyli Dünya Kurultayı olsun meninkini anlaydı. Çünkü o benim ali rehberim de bütün kurultayda hem adamın kolunu kütüp bütün dünya cakalıdı. Ben ulanın hem ali rehberi, lider boğandım başka yanıma Dünya Kurultayı'nın ali rehberi. Ulanı anlaydı. Hem de Sitim Türk meninki vekilim. Ben Sitim Türk'nün mu menin gibimle anlaydıqalıqqa, menin halkım, menin liderim diyenlik ki ben işini ben sürgünde hükümetli şu. Şunun için ben bu herkes parçalanıp ketiş emez. Muşu ki hazırda vaziyetinin devrinin terakkiyatı da qarayman. Anlamaya karşı çok. Anlaydı. Menin halkım özünün liderinin gibini anlaydı. Anlısı mı anlaydı, anlamısı mı anlaydı. Bu menin diktatörlüğüm emez. Vaziyet şuna yetip geldi. Anlamağanları özünün yolu getidi. Anlığanlar bilen ben işler vermem. Oldu. Köp rahmet. Hem de yeni bir sualimiz, yani sizinki siyasi hayatınızdaki nati bir bahislik bir tema. Sizden avtonomiya, jak atalmış avtonomiya işgallikiniz. 2006 yılı siz Asqarjan, yani azı Germaniyadaki Asqarjan ve men üçümüz Avrupa parlamentidagi parlament yuqori darajadagi parlament a'zolarini ko'rishga vaqtimizda ularninki agar biz mustaqillik talab qilsak buni qo'llamaydiganligini, ammo biz avtonomiya talab qilsak u vaqtda Xitoy bilan yordam qilib, yoki o'tirib ko'rib bizdan Xitoy o'rtasida ko'rib o'ynab turib bu ishni amalga oshirish uchun kuch chiqardiganligini aytdi. Bundan sizning javobingiz bor, uni o'zingiz javobingizni deb bersangiz men xush bo'laman. Onundan keyin siz bu masalani Myunxen qaytgandan keyin u yerlik Uyg'urlarga mushunday gaplar bo'lyapti deb bir masala silish nuqtasida ularga deb ularning fikrini olib baqdingiz. Chunki bu bizga xili zo'r darajadagi bir cho'ng bir tema besim bo'ldi vaqtda. Keyin siz İştaliyadagi bir yig'indagi nutqida onunki siz Uyg'urlar mustaqillik emas balki avtonomiya talab qildi degan nutqni so'zladingiz deb qaraldi. Buning isbotimi bor. Mushani hammasi yig'ilibdi. Keyin sizningki mustaqilcha emas balki bir avtonomiya ekanligingizni, shuning uchun sizningki vatan sotqish ekanligingiz to'g'risida nurg'ulg'an so'z cho'chaklar bo'ldi. Demak, buning qarta qanday izohatlaringiz bor? Ben 52 yıl oldu davalık bir vaktire. 52 yıl vatanın içinden tatip mahbi ve aşkara şu yolda mangalı bana. Ben avtonomiya degen bu nerside meyli Ötkür efendim olsun, meyli Tipçinikam olsun, meyli Turgun Almas olsun, meyli Zunun Kadar olsun, meyli Seyitbüdün Aziz haindeydi o Uygurlar. Lakin Seyitbüdün Aziz İsmail Ahmet, Tümür Davamet, Ablat Abdurrişit tatip, reislerden tatip. Bütün alim yazgıçılarımız bilen bir ömrüm şularning alqında çoğ oldum desem buldu. Ben hem söhbet olup şularning arzusunu, şularninki ümitlerini, şularning sözlerini ben böyle açık qilmadim. Ben aşıla Allah kaçan ikkiga bölüngen Çin'i Türkistan müstakilçide. Aş Çin'i Türkistançıdan muş akıllarımızdan yerim Çin'i Türkistançı yerim müstakilçi. Hatta birbiriga şular o avtonomiyacı deb qarmaydi vatanda shularni yarashtirimi deb chiq harakatlarni qilaman. Endi shu Çin'i Türkistançı degan akıllarımız, olimlarimiz, bizning madadkorlarimiz buna nima deganisiz? Hayatında bilib bilmay Xitoy bilan birga o'timiz degan jumlada bo'lma. Yani biz bo'lgan, biz xalqimizga yaxshilik akib beramiz deb bo'lgan, biz buningda yengildik. Unutib qolmada bütün tecrübelerini men qoldirib ketgan. Efendim.
Men bu avtonomiya degan so'zning hatto şu davrdagi avtonomiyachilarning xato ekanligini eng tunib chiqqan odamning birisi. Shuning uchun men Uyg'urlar to'g'riliq avtonomiya demadim ve şu kuni sizning o'zingizning oldingizda Asqarjon Bayada Yevropa parlamentiga bergan javobim 7 yoshdan 70 yoshgacha Uyg'ur mustaqilchi. Bizning bu yerda avtonomiya yoki mustaqil deyish huquqimiz yo'q. Uyg'urlar o'z taqdirini o'z belgilashda qo'yilgan gap. Uyg'urlar Xitoylardan mustasno o'zining taqdirini o'z belgilaydigan, huquqqa qo'ymaydigan holatda bo'lib, qo'lni ko'tarib ovoz berganda nima desa biz shuni javob beramiz dedik. Chunki men Uyg'ur xalqining hozir beshiga kelgan, hozirgi vaziyatga tortayotgan kunni qutuldirish orzuyim bo'lg'ashqa, shularni ishga silib, kishilik huquq, demokratiya, erkinlik deyishdiki sababim hozir turmada yetayotgan, o'layotgan, mush vaziyatni o'ngshayman. Hozirda bizga mustaqil qilib berayotmagandikin, lekin bu niyatimdan men voz kechmayman, xalq voz kechmaydi deb ogohlantirishdim. Shu ular bizga shuni dedi. Biroq men bir lider bo'lgandikin, ham men bir tashkilotning raisi bo'lgandikin, derhal Dünya Uyg'ur qurultaydikilarni yig'ib, men bular yig'inib, buni anglatdim. Dünya Uyg'ur qurultayining ishidagi bir qismlari qat'iy biz avtonomiyada menishimiz kerak, biz shunda qilishimiz kerak, Xitoyni shunda qilishimiz kerak dedi. Bir qismlari yo'q, mustaqil bo'lishimiz kerak dedi. U yerda o'zaro muzokara qilgan narsani mening nupuzimni tushirish, shuhratparastlarning gap taqatganligini bilasiz. Uchun butun dunyoga Robiya Qodir avtonomiya talab qilamiz deb bizga shuna muzokara qildi deb taqatdi. Shuninglar nurg'un odamlar meni haqoratlab ketdi. Bu haqorat dedi. Men ashning loyiq. Chunki ash xalq meni davomli qo'yib turish kerak. Bana aşındaq adamımni berish kerak eğer şunda degan bo'lsam. Men xalqimning shu qitim bana qo'ygan bu talabining vazifasining qanchalik eg'irligi, kuchlikligi, irodasining qanchalikligini yana bir qitim qo'shib ketdim. Men bir tal xapamadim men tilaganda. Chunki bu yer undaq gapni mening o'zimning orzuyim bo'lg'ashqa men tug'ildim, shu orzu bilan ketdim. O'lgichi shu mustaqillikning lideri bo'lib hayotimdan ketaman deb o'ylayman. Unqich vatanimni mustaqil bo'lib qala, men avtonomiyachi emas. Bular bu tanqid deganimiz to'g'ri, haqli. Mening xato agar o'tildi, oshna dedi desa, mening yoqamni xalq bilish kerak. Bu davlat Uyg'ur xalqining davlati. Hech kimning bu davlatning ustidan hukm chiqarib, men avtonomiya qilaman, men aqlitaman deydigan huquqi yo'q xalqning ovozi. Endi sizning tillanish voqeasingizni kelaylik. Ya'ni sizningki xalqarodagi obro'yingiz va siz haqidagi hayajonlar, sensationalism deymiz inglizcha. Muşta 2005 yıldan 2009 yılı 5. iyul 40. yıl buluvatqıca intan yuqori palliga ko'tarildi. Ammo shuning qarshisicha sizningki Uyg'ur jamoatidagi bir qism kishilar tarafidan tillanishingizmi yuqori bosqichga ko'tarildi. Ya'ni bu yerda Vatanim to'rida bir to'r beti qurildi va boshqa to'rlarda siz turli shakllarda tillandingiz. Masalan, bu tillanganlarning ba'zilarini ko'nglingizga kelsin alay kechirsiz, yolg'onchi, sapasiz, kalla soqaştırıcı, bilimsiz, yaşlarını yekleydi, başbaştak, nomussuz, pulpres, çirik, avtonomiyachi ve hatta Xitoyning chet elga maqsadlar bilan chiqargan jasus deb arqa-marqa haqoratlendiniz. Bu vaqtda nimalarni o'yladingiz? Ro'yingiz tushdimi yoki buni abay deganingizdek haq deb qaradingizmi yoki zati buni qanday inkos qaytarishni o'yladingiz? Birisi men bu odamlarni chuqur Uyg'urning vakili deb qaramadim. Buning ichida masalan Mamtimin Nazoratdek odamlarmi bor, ahmoqona. Biz mesela Mamtimin Nazoratning ustidan biz yozish to'g'ri kelib qolsa, Mamtimin Nazoratning ustidan o'zingiz bilsiz, bütün adamning qo'lida bu Zubaydamning inistini tatib 5 balning o'lishi, yani 10 necha balning o'lishi, nurg'un necha ming odamning behuda o'lib ketishi to'g'ri. Mamtimin Nazoratning ustidan 5 qo'li 10 qo'li 10 qonga milangan degan so'zlar xalqning orasida chiqdi. Shundaq so'zlar tillayotganlar bor. Lekin men unda qaramadim. Men bir davrni yaratdi. Bir davrni yaratgan lider urush jarayonida xalqni ozod qilaman deyish jarayonida ashundaq bir hodisalar bo'ldi deb nurg'un odamlarning og'zini bosdim. Biroq ash kishimi shu qatorda bor, ashundaq ziyolilarimizning qatorida, o'zini ziyoli deb ataganlarning qatorida ashundaq gaplar yezildi men to'g'ri. Nayt ig'iz og'siz haqoratlar yezildi. Rost sizning davatqiningiz. Mening uni xapamagan bir tarafim bor. Xapamagan tarafim nima desiniz? Kurash ko'san rahmatlikning dal mushu menga qo'yilgan hamma gap kurash ko'sanni ashlaqtirilgan. Mening oldimda. Nima ish bor? Nima uchun desiniz, men o'zim tushunmayman. Buningda Xitoyning qo'li bormi, ya'ni mushtaq bir guruh odam bormi, mushtaq odamni sestirgan. Kurash ko'san apandim meni Robiya ona degan naqshini yezib, ijod qilib, mush Nobel mukofoti komiteti Nobel mukofotini meni berimizda chiqqan vaqtida kurash ko'san shu yerda Rabtul mukofotini berganda butun odamni
özü bilen tel etkizip Norveçlerini jığıltı ötüptü. Şunun dikili bu kuraş kösenke Dünya Uğur Kurti'nin içi ve teşidiki muşuna bir kısım adamlar Rabia Kadır'ını muşuna kötürdü bu dep bu kuraş kösenke hücum kılıp onun için omay keldi degen bir narsini yezip diken. Hakikaten kuraş kösen yazgan nakşılarda turmuda mening hayatımda körüp o'taganda kezipdi rahmatli. Şu vaqtida kurash kösen bana chidayolmay ketib, ashundaq ishpiyon, jasus, yolg'onchi, pulparast, munofiq, o'g'ri, xristian deb tuhmatlarni chaplab ketganda, kurash kösen dediki, xonim dedi, men bir naqsh ijod qilaman deyapti, shu ozonga qolmay, oldimni to'sma deydi. Dardimga yangi dard qo'shma deydi. Chunki mening vatanning dardini tatqinim yetar. Dedi, muşu Munih'nin içinden hem de bundan bir hücum çıktı. Beni bu yazıvatkan Munih'nin içinde hem de özünüz bilirsiniz. Şunun bilen bu Türkiye'de Munih'ten yazıvatkan nesini bilmem. Ben aş kuraş kösen kartlığa bu nese kim kuraş kösen ölgendikim benim beşime geldi. Geldi ki ben bunu kapamadım. Kapamazlık sebebim bunun da Xitay'ın kolu var. Xitay mı bütünley 7. ayının 5'inden ki beni Xitay'ın içi ve teşhiri sesti. Bütün elçixanlarga muştan videolarni ishlab apirib tashladi. Yolg'onchi, oqchi mush gaplar dal Xitoyning taxti Bizga kitob keldi mesela. Bizga Uyg'ur kitob. Masalan, Xitoy dal mushlar yozayotgan narsani yozib, hozir 20 ming kitob taqtibdi. Bu Avstraliyada 5 ming taqtibdi. Hem Uyg'urcha, hem inglizcha, hem fransuzcha, hem Xitoycha yozibdi. Demak, Uyg'urchasi 20 ming bo'lsa, bu 100 minglagan kitobni taqtibdi. Dal mushu tillanğanda bor gaplar shuni bo'lyapti. Shunga men bu adamlarning hammasi Uyg'ur emas deyman. Ba'zilari hasaddan, ba'zilari shunda inatini to'kib shuhrat izlashdan. Masalan, onun beşini bunun soqashtirdi. Bular men chiqsam, men turmudan chiqsam, Erkin efendimni onun beşini bunun soqashtirdi. Deb mushlar Erkin efendimni seslayotdi ekan. Endi men shuni ishni mushlarning oqisi kirdim, hozir u odam ishim og'ridi. Demak, bularning ashlaq bir usuli bor ekan. 5-6 bola bor ekan. Kim aldığı çıksa şunu sesleyip mağdığında bu ballarını ben aşkarlaşını xalamayman. Çünkü qandaq olsun dava bir vatıdır. Benim kalbimni qapqasın bu gap. Bular nemeninki anidinin bergen pulu, xalqdan yig'ilgan pul bilan aş xatni yozadigan, aş meni tillaydigan, kurash kösen tillaydigan xatni yozdiganlarga maosh berdi ekan qarab. Oyda $500 berdi ekan, ba'zilarga har xil mukofotlarni berdi ekan. Ashunday qilib ashtudi buni ashtuganlar Amerikadami bor, bu yerdami bor. Men buningga pisamni qilmayman. Bir lider bo'lish uchun cho'qim ashunda bir top qavash kerak vaqt. U qavmasa u o'zining hushini yig'ib olmaydi. Meni hamma odam yaxshi ko'rib, hamma odam bo'ldi desa, u reallik bo'lmaydi. Undaq tillaydigan odamlar bor, biroq u tabiiy bo'lish kerakdi. Maxsus veb-sayt ichib, maxsus monixni o'rlashtirib shundaq tilladi. Bu men 13 yil tillandim yolg'iz hozir emas. Siz 2009dan keyin bu eg'irlashdi rost deganda. Shu 2009 Xitoy hukumati meni ashada sesdi, shuni bilan bu veb-sayt eshildi. Shuni men buningga ancha eran qilib ketdim. Masalan, bu seslardan sırt yana sizningki hayotingizmi 3 qatam agar men xatolasam eg'ir bir qas kuchirdi. Masalan, bu qasdinki qanday bo'lganiga to'g'ri to'xtalmayli. Demak, mushlarning hammasi Xitoylarningki sizni yo'qotish to'g'risidagi so'z cho'chak orqali, obro'yini to'kish orqali, ro'yini tushirish orqali, eng oxirisi agar bular ishimsa, jiniga qas qilish orqali sizni to'xtatmoqchi. Albatta, bo'ynim uzilib ketgan tas qoldi shu qitim men palashop qag'ilib, men 6 oyda aslimga keldim. Mashina bilan urdi, uni Amerika tepib, Xitoyning elchixonasidan qilgan ish ekanligini, ularni qo'g'lab chiqardi. Hatto Germaniyaning o'zidimi ashunda qiliq G'olib deydigan bir jasus keldi. G'olib degan jasus bilan birlashib, Germaniyaning o'zidimi meni o'zimni u vaqtida menga rahmat Farhat Yo'rinqash deb qo'ydi. Bugun sizga qarta nayt cho'ng bir jidal bor, sizga bir suiqasd o'rlashtiryapti dedi. Men uni farazmi qilmabdiman. Germaniyaning o'zidimi meni urmadi yaxshi shu vaqtida asli men o'rlashtirgankan, keyin boshqa bir bola tayoq yeb ketdi u yerda. Uning bilan cho'ng bir mojarolar paydo bo'lib, besdi. Shundaq suiqasdlar o'rlashtirildi menga. Hatto meni shu xalqni urimiz deb shu vaqtida oldimda Qatar Xitoyning ishmiyoni deb qaralgan 5 odam, ya'ni vatanga ketgan Olmaytning tuqquni G'olib degan o'tiribdi. Mushu bizningki atrofimizdagilar ash jasuslarni menga soldi emasman. Ash narsalarni men ko'rdim. Lekin xalqimizningki atrofimizdagi odamlarning balkim nodonligidir, balkim bu suiqasdni Xitoy o'rlashtirgandi dedim. Buni men bu tepishmoqni men hozir sheshanmayman. Buni tarix shassun. Ama mushundaq ayıplanishga, qarinlashga va suiqasd kuchirgan vaqtingizda
yo'lingizdan gumonlandingizmi, shakllandingizmi? Ham Yo'q. orqasiga chekinishga. Yo'q, men chekinishni o'ylamadim. Demak, mening kuchimni Xitoy paraz qilyotdi. Xalqaroda men kuchimni kuchaytirishim kerak. Mening mush ovozim bo'lish kerak. Shuning uchun Xitoy mening bu ovozimni yo'qotmoqchi. Men bu irodamni texim kuchayib mangdim. Men undaq o'ylab baxmadim bu ishni. Men u o'zimninki tolniyotganligimni, ya'ni yetilayotganligimni, mening bu quvvatga ishlar mening xalqim qildi deb qaramadim. Mening 99% xalqim undaq qilmaydi. Yoki buningki tutgan sababi Xitoy tajovuzchilari. Xitoy tajovuzchilari va shuhratparast, hasadxo'r bir qism sarang odamlarning ishi deb qaradim. Hamda yana bir nuqta, masalan bu 5-yil 40-yillarda siz bir qitimliq nutq so'zlagan vaqtingizda xato rasmni chiqarib so'zlab soldingiz. Shundan buni Xitoy cho'ng dastak qilib Xitoyning torlarda sizni yolg'onchi, suiqasdchi, aldamchi degandek narsani ayblab, cheteldan ba'zi Uyg'urlar sizni aybldi. Bu bir. İkincisi 2010-yili Dünya Uyg'ur qurultiyining 4-qitimli qurultiyi Yaponiyaning Tokyo shahrida o'tkazilgan vaqtda siz Yasuki qabristonligini ziyorat qildingiz. Bumi Uyg'urlarning ichki va Uyg'ur jamoatining ichki va sirtida nurg'ulg'an bas munozaralarni qo'zg'adi. Demak, siz bu ikki voqeani o'zingizning siyosiy hayotga bir mag'lubiyat deb qaramsiz. Hargiz mag'lubiyat deb qaramayman. Uni Xitoy o'zi bir o'yin o'ylab men qo'limni tutqizib qo'ygan bo'lishi mumkin. Men odatda muxbirlarga so'zlagan vaqtimda u vaqtda 7-ayning 5 vaqasida u taxtayni tutmasam, uning vahyi suratlar batdi. Uni tutqizmay men muxbirlarning klubida press konferens qilib muxbirlar bayonot berganda odatda qo'limga bir narsa tutmayman. Qandaqdir bir qo'l kelib meni qo'limni tutqizib qo'ydi. Mening atrofimda olim Ömerlar bor. Bularning men qandaq bular narsalarni tutqizib qo'yganda mening xabarim yo'q. Kimning tutqizib qo'yganda mening xabarim yo'q. Shunda tutqizib qo'ydi. Men qo'limga bir tutqunimni bilaman, anandan keyin qo'yib qo'ydim. Aşağının özü ças-çosunu tatip eketti. Bunu Məqsi Xitay orlaştırgan buluş mümkün. Çünkü Xitay o vaxtda 7-ayının vakasını Rabia Qadir açıq deyib, bütün dünyaya car silib ayyadı men жүрген vaxtda. Men bu baya yoqurdumu Xitay, o yoqurdumu meni vətənim torbeti degende yalğancı, aqçı, kökçü deb tilidi devatsız. Demek Xitay men nimdeydi? Biz maqtamda Rabia Qadir yaxşıdır. Elbette tillaş gerek. Çünkü men Xitaydan men 2 milyon kvadrat kilometr zeminimni tatib olaman devatgan bir millatning lideri da. Onun için bunu men undaq qarab ketmayman. Yaponiyadagi Yasuko qabristonligiga ziyorat qilishimiz shu. Endi Yasuko masalasiga kelgan vaqtida men bundan hargiz mushmon qilmayman. U mag'lubiyat emas. Nimishqa? Ha, mag'lubiyatmi emas, g'albim emas. Har qandaq bir davlatning o'zining qahramoni yo'q. Bizning uning ustidan hukm chiqarish huquqimiz yo'q. Amerika ayblasa Amerikaning ishi, Xitoy ayblasa Xitoyning ishi. Eğer Şarkı Türkistan hazır özünün vatanimni azat kılman deb, yani Şarkı Türkistan, Uyg'uriston mı dey, vatanimni azat kılman deb yenidikilarni aşında aynı vaqt birbirini öldürüşken bolsa, biz özümüzün vatanimizning qahramonlarimizni ayıplamaymiz, biz onun qabrasini qotırmiz. Bu şu devletin meni akirdi, men kirdim, men o Yaskoni men pushmon qiladigan, ayıplaydigan ish deb qaramayman, uni ziyorat qilish bu tarihi işlerin hatasını mı, doğrunu mu ziyaret kılış, hatasıdın adam özüge bir terbiye eliş, doğruğu bir doğru iken de deyiş, o hemme adamın bir normal ahval o, bir asareti okşaş nerse o, tarih o, onu körümüz, o bir mağlubiyet kanlar mı? Lekin ularni bazı devletler urush jinoyatchilari deb qaraydi. Ya'ni ularni Ikkinchi dunyo urushidagi insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazgan urush jinoyatchilari deb qaraydi. Buni ziyorat qilish Yaponiyaninki o'ngchilari bilan bir hisobda bo'lish deb qaralib, sizningki Uyg'ur da'vosiniki Yaponiyada bir xil mo'dal shaklda ilib berilishiga va tushunishiga to'sqinlik qildi yoki uni burmiladi deb qaraldi. Buni qanday javob berasiz? Men mo'dal emas, men o'ngchil. Men Sharqi Turkistonni mustaqil qilaman deyapman. U Yaponiyaning mustaqilligi uchun kurash qilgan odam mening dushmanim emas u. U o'zining maqsadi ularninki. Shuning uchun xalqning qanday qarshilar mening chatirim yo'q, bu mening qarshim. Xo'sh. Yaponiyada chaqirilgan shu qurultaydan keyin, yana turli nurg'un sabablardan keyin dunyo Uyg'ur qurultiyining ishdagi ziddiyat pasaymadi. Bundan xabaringiz bor. Endi bu sizningki 13 yillik sizningki shu raislik tarixingizda dunyo Uyg'ur qurultiyining shu fonksiyasini rolini joriy qildirish, uning birlikni saqlab qolish, uning ish unumini oshirish, uning intizomni tiklash, uning xalqarodagi obrazini oshirish qatori nurg'un jihatda azonmagan tirishchilikni ko'rsatdingiz. Ammo eng oxirisi şu iradangizga qarshi holda Dunyo Uyg'ur qurultiyi parchalanishdan oxirlashdi. Ya'ni bir lider ham bu tashkilotning rahbar bo'lish sifatingiz bilan bunun sizning belgilik mas'uliyatingiz bor. Chunki hech kim sizga o'xshash Dunyo Uyg'ur qurultiyining ustida oshkor nopozga ega emas. Hech kim Dunyo Uyg'ur qurultiyini
bütün işlere o kadar karar kılış küçük emas. Muş nokta ilbatqa vaqtda siz bu mas'uliyatingizni qanday tushunasiz? Ben dünya uğur kurtuyunu parçalandı dep qarmayman. Parçalanırını ras. Mesela Seyit ayrım teşkilat kurvatıdı. Dünya uğur kurtuyu ayrım oldu. Bu bir çok hatalık emas. Bu tarihin şuya geytip qalgan vakti bu. Onun üstüge bu biz yaşla bir iş qilib baksak bu ben bek çok adamçım. Ben lider. Bir lider bir teşkilattaki 20-30 adamın beşike turvasam mı to'g'ramaskan deb qaradim o'zi. Ben şunu bedim bunu. Bular bir teşkilatın reisini emas biz bo'lsak, sen bizning liderimiz bo'lib turibdi deb talab qildi. Bularning haqli yerimi bor. Biz bu teşkilatni biz qilayli. Sen umumiy dunyodagi Uyg'ur xalqiga lider bo'ling deb o'ttirdi tug'anlarmi shuni dedi. Mesela Nuri Türkel, avukat Nuri Türkel, radyodaki bazı adamlar, çoğun cemaatler siz lider olun, siz çoğun bütün dünyadaki teşkilat ortak iyi olun dedi. Hem de dünya kurultu degen teşkilattı siz bularga verin, bular teşkilatını özü başkırsın dedi. Ben makul dep verdim, yaşlat şu teşkilatını başkırıp biz ayrım iş qilib baksak dedi. Bu bir mağlubiyet olmaydı, bir teşkilat Şarkı Türkistan'daki vatanını Xitay bezip aldı. Mağlubiyet degen mağul. Ben bu vatanını qaytarıp için ahirki tınığımı için kuraş kılıma. Ben şu vatanımı qaytarıp alsam buldu. Bunda teşkilatın yüzü hem mini koldan çıkıp ketişi mümkün. Parçalanıp ketişi mümkün. Yani birleşişi mümkün Uygur halkı. Bu hem milleti bo'ladigan normal ahlak. Hem de hazır Uygurlarınki bazılarınki ensirayotgan noktası hazır. Eğer bu teşkilatlar köpeyip ketse bizning kuchimiz Xitoy bilan bo'lmay yoki yakma-yak elishish emas, balki o'zaro ichki qismidagi bir necha tashkilot o'tirib elishishga doirlik qilib, xata. Bu xata. Men buni nima deb unda deyman desiniz. Mushu bir tashkilotning ichida elish bo'ldi bizda dunyo urxotining ichida. Bunda elishgandan o'zi kelishalaydigan odamlar ayrim qurib, qo'ldan kelganini qilgan yaxshi. Ma kelishalaydiganlar o'zi ayrim qildi. O kelishalaydiganlar, masalan, Sitim Türk dünya kurultu biz kelişememiz dedi, ikisi ayrılıp çıktı. O özünün Türkiye dairesinde, dünya dairesinde, özünün koludan kilidgan, öz kelişeleydiği adamlarla öz devam etmansa, bu mu öz kelişeleydiği adamlarla özünün kolundan kelgenini kısa, ma'nın kılamığının akısı, anın kılamığının okusu ziddiyet olmaktı o. Hel oldu. Bu mesele hel kıldığı adam yani ahırdı mətlüzem. Hem mi teşkil, mesele sürgün hükümet deyimiz, Sitim Türk kurulgan Şarkı Türkistan Müstakillik Hareketi deyimiz, Dünya Uygur Kurultuyu deyimiz, Muharip Cemiyeti deyimiz, Olmalı Cemiyet. Hemiz tengdericilik teşkilatlar bu. Şunun için bu teşkilatta özürü mü depti Dünya Uygur Kurultuyu'dakiler. Biz emini kıpılanmayımız, kakalarımı çıkıp kısı bulup da beni sözlepti Nurugiye'de. Ben sözünü koyup da yedi. Şu digini toğra Dünya Uygur Kurultuyu'nun reisi Dolkun Saçlar sözlepti ama demek sözlük asası, demek hemiz öz alaydıgılık kılış bu parçınalgınlık, ziddiyet payda bo'lganligimiz. Ziddiyet bo'lmaydigan holatda biz mushu to'pida turayotganlar, men va biz jamoat, mening atrofimdagilar bularni ittifoqlashtirib, bir oliy kengash ichib billa, sen mani qil deb bir-birini so'zlashib, davomli ashunday bir koordinator guruh qursak bo'ladi. Kelgusida mushu tashkilotlarningki birlashib bir ish qilish mumkinchiligi bo'ladimi sizning? Mümkünçülük bo'ladi. Bular bilan chiroyli bir oliy kengash ichishimiz kerak. Bir oliy kengashni ichib, hamma tashkilotlarni chaqirib, hem bütün dünyadaki oliy rahbarlarni chaqirib, siyosiy ziyolilarni chaqirib, birlikka akilib, chiroyli bularni bir bilan davomli birga uchrashadigan bir guruhni har birisining vakili olib qurib, sen mani qil, mana jamiyat makalda bir bilan hamkorlashib ishlaydigan holatga akilish bu tasgap emas. Chunki mush holatga bular kelsin keldi, kelmasin keldi. Nima uchun keldi bilamsiz? Aşı kampida yetibatgan, zar yig'layotgan xalqi uchun, ash ko'chalarda qilayotgan bola uchun, men mush ko'chalarda, chet ellarda sargandar bo'layotgan, aşı Suriyada bahilda o'layotgan shit qarindoshlarimiz uchun, o'shuning qilib qolgan bolalar uchun bular birlikka kelmasa, bular hammasi xalq supurib o'tadi bunda qadamda. Xalq uyg'unib ketdi hozir. Sizning rolingiz nima mushlan birlik kelishda yoki kelmasligida? Ya mening rolim, men bir lider, men bir rahbar, men bir ona dedi. Men şu rolumni mana şu vaqtda o'zimning atrofimdagi vakillerim bilan, maslahatchilarim bilan, dunyodagi ziyolilarning, cho'ng ziyolilarning maslahati bilan bularni birlikka akilish mening mana shu rolim, shu taftishlik, bularni birga akilish, nazorat qilish rolimni men endi joriy qildirsam. Men abay siz degan Seyit Tomtürk efendim to'g'risidagi gapingizni qaytlabda, ya'ni bu bir qadar kengri bir xil ramkaning ichida deyildi. Ya'ni
Biz 4-5 yıl var, 4-5 yıldan aştı ihtimal. Vatanimizde dini tebliğler keng ko'lamda ilib berilib, nurg'unlagan necha minglagan qarindoshlarimiz vatanimizning sirliq shaklda o Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlariga, andin Malayziyaga, andin Turkiyaga, andin Suriyaga berib, bu yerda hozir turli shakldagi urushlar qatnashib, ba'zilari qurbon bo'ldi, bu dunyodan vidolashdi, ba'zilari boshqa yerga qochib ketyapti. Demak, ular bir g'oyatda bir vayronchilikni boshdan kechirdi. Shuningdan bir vaqtda bu Uyg'urlarningki Xitoy tarafidan texnik ilgirlik holda terrorchi deb qaralishining g'oyatda bir dastligi bo'ldi. Shunga Xitoy hozir jazo lagerini qo'rqmay qurib chiqdi. Ham buni shuning ichida Uyg'urlarni qo'rqinch darajada qiynab elyotdi va ularga g'oyat zo'r bir psixik bir asoratni qoldiryotdi. Demak, mushkil ahvolda elib o'tgan vaqtida zodi buni qiyg'uchilik kimlar? Qanday qilib Muşu Uygurlar Xitoyninki chivimi chiqolmaydigan chigir boshqarishdan bu Uygurlar uch qashqar ilib bergan tabliqlarni sirqi chiqib bu ishni qildi. Buningda masalan Seyitkamning qanday roli bor? Nimishki bu Seyitning qanday roli bo'ldi bu? Chunki bunda deyishim sababi Mehmet Nazar yaqinda bir maqola yozib shuni Daritmi dediki, bu yerda bir turkum odamlar, Turkiyadagi odamlar mush odam qochoqchiligi va nimalar bilan bir g'oyat zo'r bir necha davlatninki istixborotlari va buni Xitoy ba, Turkiya ba, boshqalar ba, mush orqali bu odamlarningki Suriyaga kelib, bu yerda xoni vayron bo'lishni, shundan bir vaqtda Uyg'urlarningki xalqaro terrorchilik degan nomni teqidimmi, yuqori darajada o'tirib chiqishdan kuch qo'shdi dedi. Shundan bir vaqtda bu Seyitkamningki appag'an, chunki Seyitkom bu Malayziyaga berib, bunga yordam qilib, qaysiga o'rlashtirib olgan shaxsi. Buning bilan Seyitkamningki maqsadi bu yerda bulardan pul undirilish yoki bir g'oyat bir cho'ng bir qari bir operasyonninki yoki harakatninki bu bir aktiv bir a'zosi deb qaraldi. Bunda bu ishning oq ko'rinishi qanday sizningki qarshingiz? Bu bak chakın gap bolam. Men bak afsusman, Mehmet Nazratdek bir davrni yaratgan odamninki mushundaq bir intayin tüven süpetkilen mushundaq bir ishni mo'ljalab o'ylamabdi ekanman. Men mundaq degini uning ustiga bundaq bir odamga tuhmat qilgani meni xato. Chunki men bu ishning boshdan oyoq nazorat qiluvchisiman. Men bu ishni men biladiganimni aytib jiq bu ishda. Chunki bu ish to'g'riliq mangan eng ko'p mangan odamning birisi men. Mayli Malayziyaga kelgan Uyg'ur bo'lsin, mayli Taylandga kelgan Uyg'ur bo'lsin, mayli Suriyaga, mayli nima bo'lsin, Turkiya hukumatiga shu vaqtda Seyitni vakil qilib qo'yib, Turkiya hukumatining shu odamlarni qutuldirib qilishini, Suriyaga o'tayotgan odamlarni to'sib qilishini va shu Suriyaga odamlarni evatayotganlarni qo'lga elishini, buni Turkiya hukumati qo'yib bermasligini, mayliga qo'ymaslikni tavsiya qilib, Seyitni o'tirib silib, suhbat o'tkazgan odamman. Onun ustiga Mehmet Hazret devatkandak Seyit tadbiq qilib bir adamni unda so'zlab ochqidigan anda iqtidorimi yo'q. Kim qildi bu tabliğni davası? Bu tadbiqni qilgan adam Turkiyada. Biz birimiz ularning ismini men bu yerda demayman. Gollandiyada birisi bor. Minglarcha odamni o'z ustoz deb so'zlab, minglarcha odamni ochiqib Suriyaga ketishga sababchi bo'lgan. Minglarcha hatto 10 minglarcha odamga, necha minglarcha odamga sababchi bo'lganlar. Aşı vaqtida bular ustoz bo'lib ketib videoga men uni shundaq olib qo'ydim videoni. Ashining so'zlagan narsalari emas meni qo'limda bor. Bu narsalar. Turkiyada bor. Turkiyada so'z maqsadda tadbiq so'zlar. Ash videolar bor menda. Uningda Seyit degan uni Seyitning qo'lida narsami yo'q. Men unchalar oddiy ayol emas, men bir millatning lideri nurg'un ishni ko'ztaman. Endi ashada turib Mehmet Hazret'nin küzlenme kağınıga bak efsunime. Hem de Seyit'in tolukçu. Mehmet Hazret'deki bu adam bir şahsi ziddiyet için bir adamın bunda karlıması. Neymi şahsi ziddiyet bu? Mesela bulanın oturda intayın ehir bir şahsi ziddiyet var. Mehmet Hazret'le Seyit'in oturda. Endikin Hamid Khan Köktürk bilen Hamid Khan Köktürk'ün ayalı men nemininki Seyit'in hamısı oldu kara. Onun ulama bir ehir şahsi ziddiyet var bulanın oturda. Birbirinin aşnak deydi. Mehmet Hazret men yeni turmudan chiqqan vaqtida Seyit'in Turk meningki qurultay birinchi rais bo'lgan qurultayga Mehmet Hazret'ni chaqirgan ekan. Chaqirganda Mehmet Hazret shu yerga kelgan. Kelgan vaqtida Seyit'in Turk Mehmet Hazret'ni tutib olib bir zalda Asqarjon boshli zalda, ya'ni kim bor birisi bor. Sen shu 5 balini qandoq o'ltirding javob berib kelini siqqan qara. O'rta Osiyodagi gaplar bor. O'rta Osiyodagi. Men bilmayman lekin men bunda qarayman. Nurg'un gapasiy Mehmet Hazret'ning ustida
10 qo'li 10 qonga milangan jallobni Uyg'urning beguna Uyg'urlarning o'lib ketishiga sababchi bo'lgan degan gaplar bor. Lekin men bu gaplarni shu vaqtda, shu davrda mush bir lider Uyg'urni ozod qilaman degan niyat bilan bunda hodisalar bo'lgan bo'lsa, bunda demanglar deb men bosqam. Men unda qarchaplash emas, bu ishning ki unda xato tarafiga ishtirilmasligini nurg'un odamga tavsiya qilgan. Lekin bu Seyit vaqtida nurg'un odam Seyitga az qilib ekan, shu Seyit bu mantim nazoratga sen javob ber. Beş balını zadı öltəmidin mi? Sen şunun akıdı sen hüküm qığa adam sen mi? Eğer sen bir şey cevap vermesen ben onun adamını çıkıp ekilip seni sorakka alayım. Sen cevap verişin gerek de tutup aldı bunu. Şu vaxtda Məmtimin Həzrətinin tilləri ağzığı çaplaşıb qaldı. Çırayı tatırıp getdi. Dərhal istikan su əkəb. Bu boldu qılıb deyib Seyitime toxtatdım. Şurp etdim bu ikisinin oturuğu arasıçılıq çıxıb getdi. Bu Seyit mi şu vaxtdaki ölgen vallahi toğruluq bu adamga açığı varken. Bu adam meni aşındaq yaxamını aldı deyib bu Seyitga açığı var. Şunun için bu ikisinin oturuğu hazır yaxşı bulanmadı. Ahmetxan Köktürk bilen Məmtimin Həzrət yıkın bu ikisi birleşip Seyitga hücum qıldı, Seyit onun hücum qıldı. Muşda ötüp atdı. Bu şəxsi ziddiyatni muşu xalqning taqdiri muşundaq çoğ məsələyə əkəsə bu bir lider qıldığı iş emas. Bir çakın adam qıldı. Men tavsiya qilaman ki, Məmtimin Həzrət bunda xata yollamamışsın. Men Seyitim Türk hökumətə berib hətta muşu ballarını əşəyə çıxırıb atqan, təşviq atqanlarının materialını mənə əkəb verdi. Mən az qısla xanımda. Mama adam çıxırıb itib bardı. Mama adam Taylandlı tutub əkib bardı. Mama adam Seyit itib bardı. Mama adam Malayziyanı tutub əkəbdi. Ma Türkiyə kelgəndə hətta nima Erkin mu yapımdan da yan birisinin ismi var. Eşed bir teşkilatın ismi, teşkilatın ismini hazır atmayın. Bu aşını bana inkaz kıldı. Klip aşılı materyalını bana ekep verdi. Muş adamlar, mançilik adamların çıkıp getiş. Sebepçi oldu. Mani Türkiye hükümeti altını tozup kalsın, çevirdi. Muşun sili desledikken ben Türkiye hükümetiga elçixanasıga Seyit apotma etmedi. Ben elçixanasındaki adamlar, vekiller bilen Ömer Kanat'la ahvalını dedim. Özen berip dedim. Andaki Seyit ulan çakırıp ekeldi. Ben şu yer uçuruş yanı dedim. Ma adamlarını tutma adamlarını toz. Dep bana ez kığa adam Seyit ile ben ez kıldık. Muş bulup atkan vakadan Seyit bana davamlık dekat kıptı. Az qan adam, lekin aktivatqa adamlarni hozir biz mi bilamiz? Uyaga şu adamlarni chiqaga adamni Məmtimin Həzrət mi biladi? Men mi bilaman? Bütün Türkiye xalqi biladi. Endi bu adamlarning chiqishini unda oddiy o'ylamayman. Qanday chiqdi desiniz? Sistemlik tashkilot bor Turkiyada. Sistemlik ikki tashkilot bor Turkiyada. Hatta yana birisini qo'shsak 3 tashkilot bor. Bu sistemlik holda 3-4 yil vatanning ishiga tadbiq kirgizdi. Kirgizdi, Xitoy buni qo'yibdi. Qaysi yo'lda kirgizdi? Shu video orqali odamları berib kelib, hatta odam avatib shu tashkilot savdogarlik qilgan bo'lib adimi berib, vatanning ishida tadbiq. Qanday isboti bor buniki? Nurg'un materiallar bor bizning qo'limizda bu vaqtda. Endi bu yerda buni deb o'tmaymiz. Buni ayni vaqtda Xudoyim bo'lsa pash qilamiz, tarix pash qilamiz. Bu odamlar ashuna qilsa Xitoy bilan tutmadi. Tutmay Uyg'urlar aş vatanning ichida qora obayga yo'qinib ketdi. Biz Uyg'ur millati elhamdülillah musulmon. Lekin biz o'zimiz bir Uyg'ur. Biz Uyg'ur bo'lish o'zimizning urf odati, o'zimizning san'ati, o'zimizning adabiyoti, o'zimizning madaniyatini tashlab etmagan holda islom diniga kirgan. İslam dinimi bizning madaniyatimizni hargiz cheklagan emas. Biz mushundaq bir nayeti pakiz, güzel bir Müslüman. Ahlaklık, edeblik. Şunun bilen bu vatanın işirik ayallarını, qara abayığı yo'g'ashdiki sebep Xitoy Uyg'urni dunyoga sakal degandan bir şeyga qo'yibdi bichara xalqimiz. Mushundaq radikal bir millat ko'stish, mushundaq bir qaloq bir millat ko'stishni diniy bir millat emas, o'zining diniga e'tiqod qiladigan musulmon emas, aşırı birini ko'stish uchun Xitoy bu rolni o'ynadi. Bu rolga Turkiyadagi ikki cho'ng tashkilot moslashib berdi. U tashkilotga ma'lum davlatlardan pul berildi. Ma'lum bir tashkilotlardan sanoqsiz pul berildi. Ular hammasi boy bo'ldi. Lekin dal shu paytda men Abdukim Mahsum bilan gaplashdim. Biz Abdukim Mahsum bilan 10 qatim suhbat o'tkazdik. Abdukim Mahsum
Hem onunki Mehmet Hüsip Acım degen Arabistandaki bilen gaplashdim. Birisi bularni chiqayotganlarni to'sib qilish. Ketayotganlarni to'sib qilish. İkincisi mushu qora abayiga yugunib ketishni to'sib qilish. Uyg'urlar o'zining rangli kiyimi bor. Uyg'urlar mushundaq namahramdan o'zini to'ssi bo'ladi. Namahramdan o'zini to'ssin. İslam dini e'tiqodi bilan mansun. Lekin buni qora bulab Arab bo'lib bilib bir boshqacha xalqning ko'zi ko'rinib, ma dunyoning hozirgi siyosatiga haliqi mos kelmagan bir ishni qilib, davoyimiz no oldi to'sib qolmasin. Mushuninga yordam qilsa deb men Abdukim Naqsim bilan gaplashdim. Gaplashgan Qancha yillik gap bu? Yıl sanırım şu unutmadım. Abdukim Naqsim bu nayt ilg'or odam bu. Hem nayt dindor odam. Biri Qog'liqdagi ustoz Abdukim Naqsim, biri Mehmet Salih Damolla, biri bu Abdukim Naqsim mening tariximda haqiqiy musulmonlar bular. Şu haqiqiy musulmon odam bilan ko'rishgandikin, u kishi dediki, bularning qilayotgani xato. Bu aşırçılık. Muşularını muşuna kıvıtıp bardı. Biz bunun aldığını tosuş için ben yenimdeki septaşlarımın içinde bir kısmı aşılarınkini kollap aşağı kitivatıdı. Bir kısmı men taraf ötüvatıdı. Bizim içimizde ıhtilaf var. Şunu ben muşular bilen muşularını aldığını tosu ben de bu adam aldığını tosuşa başladı bizim adamlar. Suriye'ye bağımsızlığını teşvik kıldı. Kapkar bu orunub ketmeslikini teşvik kıldı. Bu normal Müslüman buluşunu teşvik kıldı. Hem andaki zemmelikadek biz Uygur emas, vatanını tanımaymiz, biz Müslüman kapır diye ikini tanıymiz, biz fakat Müslüman diyen vatandan vazgeçişe karşı çıktı. Oldu bilen özünün vatanını azat kılış gerek dedi. Bu adam nahati çıraylık tadbıklarını sözlügendik. Bu adam öldü. Suikastlar öldü de guman kılmam. Çünkü bu adam Uygur'unu doğru yolga başladı. Bu adam ben bilen davamlı sohbet işip durdu. Meni gepimni doğru da qaradı, men beni qo'lladı. Mesela şu Suriye'deki Uygurlarınki aşırı yoki radikal bir xil islomchilik yo'li mangmaslik jihatda Turkiyadagi diniy tashkilotlarning o'ynagan roli qanday sizning kuzatishingizcha? Masalan, gapingizni kechirasiz, ya'ni masalan Türkiye'de bir neçe çoğun bir dini teşkilatlar var. Şununla bir vakti Uygurlar dini teşkilatları var ve Türkiye'nin bu çoğun bir dini teşkilatları var. Muşların zaten rolü kandak zaten. Onun içinde məxsus muşlar aşında kıvatkan teşkilatlar var. Məxsus şunda kurulup çıkan teşkilat var. Muşların aşı yolu başlayın. Hem de endikin bulanın muş yoldan tosup atkan teşkilatlar var. Mesela Türkiye'de naat çoğun bir dini teşkilatının çoğun bir dini alim nimdep sözüldü. Türkiye'ye keçip atkanlar nimişka adam öldürüp atkanlığını özü bilmeydi. Özünün nimişka ölüp atkanlığını bilmeydi dep sözüldü. Naat çoğun dini bir teşkilatının alimi. Mişti şundak şıraylık sözüldü. Bana muşundak sözlep aldığını tosup atkanlar var. Bırak bunun akıda İslam devletleri bilen birleşken mesela İran deyimiz, yani bir yerdeyimiz, bir neçisi bilen birleşken Xitayının siyasi bir çın kara kolu var. Hem şunun maslaşkan Uygurlarının işitimi teşkilatlar. Bir yerde Seyit'in kolu yok. Seyit kandak iş kılıbatıdı desiniz. Birisi yürüp şu adamların rast kutuldu de. Endi onundan pul aldı anlagan bolsa, onu Türkiye hükümetinin kanunu var. Memtimin Hazret Seyit aşında işini kıldı, kanundan kutulup kaldı dese, Türkiye hükümetinin kanunun hakaretligen buldu. Türkiye hükümetinin kanunu yok oldu vaxtıda. Seyit aşında hata işini kılıp, aşıncı adamını eşeğe çıkarıp, aşıncı pulunu oğurlap, aşıncı bulancılık kılan adamını Türkiye hükümeti koyup vergen olsa, Türkiye'de hükümet emez, kanun yok hükümet olurdu. Demek Türkiye hükümeti Seyit onun koyup vermeydi. Bir yerde Seyit suikast uçuravatıdı. Neymiş uçuravatıdısınız? Üç sebepten uçuravatıdı. Biri, dünya Uygur dedik bir kısım ballar bilen karşılaşıp kaldı. Bula karşı mümkündür. İkinci, mağarip bilen bu ikisiniz oturdu. Alıp Hidayetullah Hacım degen bilen Seyit ikisi bir-birisi karşı kaldı. Seyit burun ala bilen zidiyetdi hazır. Malan utturda bir haset zidiyeti, şöhret zidiyeti payda olup kalıp bu ikisi bir-birisi bilen karşılaşıp kaldı. Del muşunu ulgurup dünya Uygur içindeki Kıbrıs yığını aşka vakti bir sebep bilen bular bu ballar bilen karşılaşıp kaldı. Şunun Seyitini bular kandak kılıp jıkıtımız, kandak kılıp putlayımız dedi. Onun üstüne bu beni kollap kaldı. Meni qollagan taraf turib qoldi. Shunga men qarshi meni yiqitib degan bir guruh mu bu Seyitga qarshi bir ahvollar yuz berib qoldi. Shunga Seyitim Türk meselesiga kelganda men advokat emas, lekin men haqni so'zlasam bo'lmaydi. Men bu yerda falonchining sababi bilan degan gapni qiladigan odam
qilgan adam Turkiyada turib, kimning bolalarni akilib Suriyaga avatkini mendim bakmabdi nazorat. Siyitni demay turib oshnalarni tiyar. Bir tek ismini hozir men deb beralayman. 7-8 adamning ismini. Lekin oshini men nazorat bilmamdi, bildi. Nimishqi Siyitga qarta bu maqolni yozib avarildi. Hamda mushu temamizningki davom sifatida bir narsani deylar. Masalan, mushu Uyg'urlarningki kelgusidagi Xitoyga qarshi ko'rsatgan qarshiliklarningki demisda islom dinininki roli har vaqt kuchli, chunki bizning kimligimiz intan muhim bir qismi. Lekin chekdan oshgan radikal bir islom dinining tarkiblarininki mushu bizningki kelgusidagi mustaqillik harakatimizni ko'rsatgan ta'siri qanday bo'ldi sizlarcha? Ta'siri yaxshi bo'lmaydi. Hamda chekidan oshgan, halaqadak hech qanday qilib vatan demaymiz, millat demaymiz, biz uni tonimaymiz, biz andaqtiq mandaq deb har xil mazhabga kirib olganlarning bizning Uyg'ur davası ettirishimizda intayin xato, zo'r ziyonkashlik qilgan rol oldu. Dunyoga biznimi nayt qo'rqinchli ko'kitib, hamma yerda bizning davoyimizning to'silishiga sababchi bo'ldi. Masalan, bu qitim men sizga deyman. O'shunda chiroyli namoyish chiqdi. Şundaq güzel çıktı. Türkiye'de ayal hanımlarının aygı ko'rinmaydi. Hammasi qap qaralı abayını kiyip çıktı. Sen bir aqnimi kay, ko'knimi kay, qizilnimi kay, o'zingni chiroyli yo'gab chiroyli chiq. Men buningga bir munchila qop bizning ya örp odatimizda bo'lmasa, ya zodi musulmon bo'lish uchun qora kiyim kiyish kerak deb Qur'onda undaq bir oyat bo'lmasa, sen nimişki bu icadiyatını sana kim verdi? Sen nimişki dünya bizni bundan köketmekçi? Meni hazır bazen hata dindarlar, hata yolu. Hakiki Müslümanlar beni ayıplamaydı. Bazen aşına kalpak kaydirdik Allah, bugün ben kalpak kaydırış mümkün. Ben onundan korkap ketmeyim. Çünkü ben Uygur halkına mesul olup çıktım. Rastın rast, yalganın yalgan deyişim gerek ben bir yerde. Aşı görünüş bizim bütün açıkkan namayışlarımızda çok bir hata görünüş oldu. Nurgul ayallar çıkandı kimse. Çıra. İkinci benimki küzekle yerim. Bizninki Recep Erdoğan prezident Uygur ayallardan birini kabul kıldı. Ben bir yalanlaştak ayalını kabul kıldaydıgan niyetim yok. Recep Erdoğan'ın çıraylıq bir xotunu var. Sen bizge vekil olup, bir Uygur'a vekil bulup, bir prezidentlik aldık kirgeni kelse sen ağzındakini, yüzündekini de evitip, yağlıklarını çıraylıq çıkıp, renkli kiyimlerini Uygur'un örpü adadaki kiyimini kiyip, nimdep kırmaysa sen bizim vekilimiz emezsen. Sen bizim vekilimiz bolsan, bizim kiyimimizni kiyip kirsen. Örtüğünü yap. Yüzünü çıraylıq küçükken olsun içip koy. Ndaq kulüp salam kıl bir prezident hürmet kılıp. Senin çırayını sapma sanmaydı şundaq çıraylı xotunu var adam. Sen aşağı qapqara iki gözünden başka yani yögep kir kuruş. Qanda Uygur'a vekilsen biz seni Uygur'un vekil dep itiraf kılmayız. Recep Tayyip Erdoğan prezidentimiz bizning hürmetimiz için seni kabul kıldı. Bizning sen aşında kılgan nime kılmasenlerinki. Bir milletne senin üzen kalıgançı kılıklarını kılıp defsanlı kılgan nime kılmasenki. 20 milyon kalıklı sen aşına ahmak kalamsa. Siyasi seni çıkırıp lan bir grupka başlık bulup lan ağzını kegenli balakış. Sen dinli halık doğru düşendi. Hakiki İslam ahkamları bile etmem. Sen bu halıkını korkutup ayetli bunda dedim. Mam tepsinde bunda dedim. At Xitay ayeti kokatsa. Uygurlar sen bir yerde gelini bokup. Sen Müslümandaçılıkka hem adam öz ihtiyarı bilen Allah onun konudaki insaf bir özü kıldı onu. Sen onun gelip bıçaktan lap onda kılışının hacı yok seninki. Endi kelgusida qisqacha bir nuqta to'g'ri to'xtalib o'tildi. Ya'ni kelgusida shu ziyolilar bilan diniy arboblar o'rtasidagi ziddiyat va hamkorlik va bular o'rtasidagi munosabat intayin murakkab. Men bir ziyoli bilan bu munosabatni men har vaqt beshimda o'tkazman, ham kuzatyapman. Sizningcha bo'lgan vaqtda kelgusida Uyg'urlarningki mustaqillik harakatida ziyolilar bilan, ya'ni ziyolilar deganimizda ma'lum jihatda dinning bo'lishini qabul qildigan, shundan bir vaqtda siyosat bilan dinninki ayrılishini taraf qilgan ziyolar to'pini ko'rsatyapmiz. Yana bir to'pida diniy arboblarimiz bularning nimasida siyosat bilan dinninki birlashishini cho'qim birlash kerakligini ta'kid qilganlar. Mishada shunga mening undaq saviyam yo'q. Mening undaq saviyam bu masalada dinda mening cho'ng saviyam yo'q, rasmini desam bo'ldi. Siyosat bilan din ayrılib ketmaydi. Din o'zi biz uchun aytganda siyosat. Bizning siyosatimiz din shu. Buni men o'zim alhamdulillah musulmon, men shunday qarayman. Lekin bu bizning ziyolilarimiz bilan
dini ziyalilerimiz bilen bizim pani ziyalilerimizle oturdu dokunuş olmaydı. Mesela olmalar cemiyeti var. Olmalar cemiyeti var. Yani cemiyet olmalar cemiyeti kirmigen. Ne dini ziyalilerimiz var. Ne ilgar dini ziyalilerimiz var. Bula öz ara kelişip gidiyor. Menimce ziyalilerimiz muşlar bilen uçuruşup birlikte gelip bunu men kıpıram deme. Bunu siz kıpırışınız gerek mi kanda? Yani bula eğer meyli siz mesela bir hazırcı bir uygulanın ki hazır lider bula sıfıtımızdan. Çünkü siz bir körü vatsız hazır. Gerçi bir yerde bir çoğun bir dertalaşlar bulmagan bolsa mı o çıkaşkara. Lekin içki cihette bu xil narsalar bor. Albatta o'zaro tushunishga muhtoj, har shekilde. Ama men mushuna o'ylayman. Agar men qilpasam bo'ladi. O'zlari o'zaro ziyolilarni chiqib, maziyalilar, o'lmalar jamiyati butun diniy o'lmalar birlikka kelib, biz mush masalani qanday hal qilamiz? Ma xalqimiz hozir mushuna ahvolga duch keldi. Xalqaro vaziyat bizni Uyg'ur davosini qilish uchun bunda qilyotdi. Vatanni ozod qilish uchun biz bir yo'lni topaylik deb, mushuni chiroyli hal qiladigan yo'l bor. Hal bo'ladi. Bular Uyghur çünkü ziyalilerimiz mi elhamdülillah Müslüman. Biz İslam dinine 100% itikat kıldığan millet. Olmalarımız mı bizden dini olmalarımız. Ziyalilerimiz bizden pani ziyalilerimiz. Şunda o başka biz bula bilen bizden oturumuzda gelişmezlik bulmaydı o. Ziyalilerimiz bilen olmalar oturdu gelişmezlik bulmaydı o. Olmalarının mı ne ilgar neler var. O hadisini keltirip atkan azsallık adamlar. Bütün de halkı vekillik kılamaydı olar. Şuna ben şu qara obayga yo'ginib ketgan ayollarning bak ayıplab ketilmaydigan bir tarafim bor. Nemish qadi? Erleri Suriyaga setilib ketgan, chiqib ketgan, shu yerda o'lib ketgan. Shuning bilan nurg'un qiyinchiliklarga duch kelib, o'z ko'zini yo'gab, o'zini qo'g'dayotgan. Bu hodisalardan qutuldirganqa Turkiyadagi ma'rif jamiyati nemish qildi? Setim Turkning jamiyati qilish kerak. Men oni qilyapman, meni qilaman deganlar haqiqiy bir xizmat qilish kerak hozir. Endi yana bir savol. Bu hazır bu şu Xitoyda hazır bizniki Xitoy islohsiniki bizim vatanimizda qurilayotgan yaqinda qurilib bargan sari kuchayotgan ham bizniki bir millat sifatidagi mavjudligimizga ajallik tahdid silayotgan jazo lagerlari masalasi masalan. Bu to'g'risida hazır namoyishlar bo'lyotdi, lekin dunyoning sukuti bizni hayron qoldiryotdi. Uning ustiga bu to'g'risida unumli bir ishni qilolmayapmiz. Bir lider bo'lish sifatimizdan masalan Muşu ceza lagerlerininki takılışı, halkımızdan azrak bolsun mu bir özrak bir uhdiyişi mümkün mu sizdence? Eğer mümkün bolsa bu to'g'risida qaysi xil rollarni o'ynaysiz? Xitoyning chekitini ochgan zulmini butun dunyo tunib ketdi. Xitoy masalasidan muhokama qilmayman, bir vahshiylik namadan ko'ryapman. Buni qutuldirish uchun butun dunyo biz harakatga kelishimiz kerak. Hareketga keldik. Mesela Dünya Uyghur Kurultayı ökenme ayollar namoyish oldu. Hazır Dünya Uyghur Kurultayı 4. ayda Belgiyada namoyish qildi. Bütün dünyanın onunla barımız, o namoyishni qilamiz. Yalnız namoyish bilan chekinib qolmaymiz. Dunyoning ham yeriga davatimiz. Mesela parlament a'zolarining imzosi bilan bayonot e'lon qildiryapmiz. Uningdan boshqa davlat parlament a'zolarini shu hukumatni Xitoy hukumatiga suhbatga bu bir omil endi. Xitoy o'zgarmaydi. Biroq hozir dunyoning vaziyati Özü Xitay'nınki bizge qilgan hareketi bilen dünya qo'rqib ketdi. Bu muşu dunyoga mushtaq tahdid bo'lirkan deb. Dunyoga bizge qilgan jinoyat bilan Xitoy o'zini tunishtiryapti. Biz buningga nihoyat nurg'un planlarni tuzishimiz kerak. Biz shuning uchun bir oliy kengash ochimiz deyapmiz, bütün ziyolilarni yig'ib bir strategiya yig'in ochimiz. Buningda bir necha xil masalalarni o'tirib qo'yib biz yezib tayyor qilib qo'ydim. O'zingizga akeldim, o'zingizmi ko'rib chiqsiz bu planlarimizni. Biz bunu hammasini men bugun bu yerda deb tugatmayman. Lekin bizning ash lagerda yetayotgan onalar, balalar, ko'chada qolgan balalarni qutuldirmay men hech uxlamayman. Mening xalqim hech uxlamaydi. Bütün dünyadaki Uyg'urning o'yg'onganidan sirt, bütün dünya Uyg'ur uchun o'yg'ondi hozir. Şuna men yaqinga kelgusda mening xalqim ozod bo'ladi. Mening xalqim ash lagerdan chiqadi. Mushuni biz qila olamiz. Mayli sürgün hukumat bo'lsin, mayli Dünya Uyghur Kurultayı bo'lsin, mayli Dünya Uyghur Kurultayıning oliy organidagi bizning vakillarimiz bo'lsin, mayli Sharq Turkiston mustaqillik tashkiloti bo'lsin, mayli Ma'arif, mayli olmalar bo'lsin. 7 yoshdan 70 yoshgacha biz bu harakat o'timiz. Bu tadbirlarimizni akaldiq yaqinda o'tirib qo'yimiz. Siz Muşu tadbirlar ishida mesela vaqt murosida jiq to'xtalmayli. 3 muhim ishni deb belgilab bo'lamiz yoki demasangiz bo'ladi. 3 muhim zat. Qaysi 3 muhim ishni siz mushu aldık deyilib yoki birinchi muhim ish bütün dünyadagi o'xshamagan qurilgan tashkilotlar birlikka kelib nima qilish planini birlikda tuzash kerak, ish taqsim qilib olish kerak. Hammasi bunu siz bununla siz maslahatlashib yapasınız. Hammasi ma bugun bası ertesi şu yerga umu berib, mesela ma degan gapni umu deb
resimgili çıkıp koyup anda kısak halkını aldırsak biz halkını Xalqaradagi obro'yimizga mı ta'sir etadi? Birsimiz berib ma ishni qilsak, yani birsimiz uni ishlasak, maha bağa yani men ishlasam, bir-birimizga maslahat qilib, sen mani qil, men mani qil deb turib, biz bir dunyo bo'yicha moslashib borsak. Bu birincisi. Bu birincisi. İkincisi, biz bütün dünyadaki barlık devletlerdeki hükümet, hakimiyetini Xitay hükümeti bilen hareketke keltirip yetmiş Uygur meselesini sohbetke ekersek olur. Bütün taşka İslam ministerlerini hareketke ekersek olur. Üçüncüsü, bütün muhbirlarını dünya boyunca bütün muhbirlarını kozgusak oldu. Bütün muhbir jurnalistlarını, tadqiqatçılarını, kişilik hukuk teşkilatlarını hareketke ekersek oldu. Özümüz doğruluk. Ama şunu hareketke ekiliş, şunun dördüncüsü bunun için pul tapsak oldu. Ama şu ne dediniz? Efendim hem neresi pul verip takşırken Pulni birinci o'rin qo'yamdik ya. Yo'q, birinchi o'rin qo'ymang, uni bizdan tep ketma. Shu. Hamda siz masalan endi sizdan qisqaroq savolni so'ray hamda. Oldingi 13 yilda sizda eng o'kindirgan ish qaysi? Meni oldingi 13 yilda eng o'kindirgan ish mushu Uyg'ur xalqininki men mishaga chiqqandan keyin Uyg'ur xalqi mush qadar ahvolga kelib bütün dünyanın muş sükütte, muş halde tuğa vaxtıda dünyanın hareketke ekilenmey, muş sükütte turup kağallığı, del muş halkımның beşik gün düşke vaxtıda öz ara talaş tatış. Bop ketip, ma hareketini mayakta kap koyup, öz işimizden tutuşup ketkenligimiz meni en intayın epsilendirilgan, özem fakat kabul kılamaydıgan bir iş var, andan kağa işlerine mi yapar? Günah duygusunu his qılamsınız? Duygu ses kılın. Yani bir savol. Albatta, ökündürüge iş vaga çıkım xoşallığa iş buluş gerek. Yani 13 yıl sizin en xoşallığa iş qaysı? Bütün dünya qandaqlı bolmasa, men xoşallığa iş boğunu yok. Men tek xoş olmadım, halkım kutulmadı. Sualını hata soruğa oxşamam. Hata sordunuz, xoşallığa iş yok, lekin biraz razı olgunum. Bütün dünya Uygur degen bir milletinin her qandaq faaliyeti bağlı. Meyli uruş meydanında bolsun, Uygur degen gep her bir milletinin, her bir xalqning ağzında bilinip bolganlığı. Bunun üçün xalqni bunu şehit bolgan şehitlerinin qini bilen, xalqının cini bilen muş bedelini төлep bizni dunyoga tunutqanlığı. Bu meninki biraz muş şehitlerimge rahmet. Bedel төлegen turumda yetip atqanlığı rahmet. Muş meni söylüyorum. Biz de hiç nersi kılanmadık desek mi boladı? Siz Uygurlarning anisi ve lideri bulup sipitingiz bilen 13 yıllık sizinki reislik ve liderlik tecrübenizi elip etken vaqtda Uygurlarning psixikasi to'g'risida nimalarni his qildingiz ve qanday yakınga keldingiz? Uygur halkı biz özümüzni eyiplayapmiz. Biz çakını millet, birleşemeydigan millet, süpersizleşip ketdik, ak bo'lib ketdik deyapmiz. Bu gapni gayri üzerime qaqshab qo'yman, lekin men unda qolmayman. Uygur halkidek mushu zulüm, qat zulüm ichida özünü saqlab qolgan bir millet, ma biz tatqan kunni boshqa bir millet olsa allaqachon men mevzuni ko'rdingiz, yana bir zuni ko'rdingiz, tugab ketadi. Uyg'ur xalqi yana o'zining kimligini, vatanini qutuldirish uchun kurashib shu bu xalq yo'qolmaydiganlik bir botir psixikasi bor bir xalq, u chechalang'iliqlar deganning bizning shu davrda Xitoyning qo'lida qolganligimiz uchun bo'layotgan ish, xalqimning ya'ni qinida, asosida bir botirlik, o'zini qutqizadigan bir aql, shijoat bor deb qarayman. Mening gapim yamanchiq gap qilib ketdim, yerib ketdim. Oxirda bir savolim, kechirsiz, oxirgi bir savolim. Siz bugun nurg'unlagan bir ishki bir nuqtalarga kirdik degan, burun bilinmagan, burun siz deb batmagan nuqtalarga kirdik. Uning ustiga Uyg'urlarningki hozirgi eng qorong'u vaqtida Uyg'urlarning taqdiriga intayin munosabatlik bir halqiliq nuqtalar to'g'risida to'xtaldik. Lekin ko'p qismini demedingiz. Unga men albatta men qabul qilaman sizningki o tanlashingizda, chunki birsi bu intayin bir sezgir masala. Kelgusida mush masalani demoqchi bo'lsangiz, xuddi dunyoda o'tgan boshqa liderlarga o'xshash bir asli mezish o'yingiz bormi? Qaysi shaklda deysiz? Aslimini boshlab bo'ldik. Sidiqaji ikkimiz. Men oldi bilan vatanning ichidagi 68-66 yildan boshlab Sidiqaji ikkimizningki taki turmaga kirgan vaqtimizgacha bo'lgan oraliqdan bir boshlab yozibmiz. Uni hozir yozmaymiz, ikkinchisi yozamiz. Hozir yozdig'imiz men mush turmaga chiqqan kundan tortib hozirgacha bo'lgan aslimimizni so'zlayapman hozir. Aşını tayyorlayapman, bu aslimini yozaman. Biroq mening hayotim, insonlarning hayotidan halqib ketgan bir odam tasavvur qilib, "Ma ayol manda qildi" desa, bir odam shunda ishni qila olishi mumkinmi? deb
jiq adamlar ishonmaydigan hodisalar davomli tug'ilganimda ta hozirgacha yuz berib kelayotgan bo'lg'achqa xalqqa men hayotimni depasam mubolag'a tuyuladi. Xalq buni hazm qilolmaydi. Shuning uchun men o'ylaymanki, men mushuni yezib, tayyorlab sizdek adamning oldiga olsam tayyorlasangiz, men o'lgandan keyin e'lon qilsa deb qarayman, aslimamni yozaman. Lekin mushu 13 yil ichidagi mening bu aslimam yoki men yana 2 yil qo'shsam 15 yil bo'lishi mumkin. Bütün Avrupa'nı, bütün dünyanı Uygurlarning şu asrdagi bir liderining tatgan azap okubatları bilen Uygurlar için etpagan kurashları her bir g'arb xalqini, her bir Müslüman dünyasını yig'latib tashlaydi deb qarayman. Endi so'raydigan savollarim tugadi xonim. Biz ertaga dushanba kuni va seshanba kuni Kamberada, Avstraliyaninki 3 şəhərdən keldigan Uyğur qarindaşlarımız bilan kamerada zo'r ko'lamlik bir namoyish olib beryapmiz. Bu qitimliq namoyishga sizning bizga 5imizda bo'lib bizni yetaklab berishingizni orzu qilamiz. Xudoyim bizningki erta va o'yinki faoliyatlarimiz texnik qutuqliq bo'lsin. Sizga ko'p rahmat. Gerçi harg'anligingizga qaramay bergan eg'ir savollarga javob berdingiz. Agar men savol jarayonlarida adabsizlik qilgan bo'lsam, ko'nglingizga keladigan gaplarni qilgan bo'lsam, mushu jamoat oldida apu so'rayman. Albatta bizda gap kelgan vaqtda otangdan qaytma degan gap, albatta onangdan qaytma degan gap. Men bayatdan hayajonlanib ketib qaram. Ba'zan qarindoshlarımga, sabdoshlarımga til takkizib qo'ydim. Bu nima? Bundaq oyada uttu chiqib ketib qolgan o'qimayman so'zlar birikdimi? Yil o'qisam oyadan uttu chiqib ketibdi bu gap endi. U yerda yana birmuncha ziddiyatni paydo qilib oldimmi, uni o'qimayman. Endi bu xalqaro g'avat bo'lib ketmasin hozir. Meningki sizning savollaringizga javob berdim. Men bundaq uttu ketmaydi deb bundaq javob berib keyin chiqirdi o'xshatdi deb so'zlabdimi? Hayır, men apu so'rayman, ba'zan gaplarim qattiq ketib qolgan bo'lsa. Lekin oxir dedim, mening 13 yillik 15 yillik narsam yozilgandan keyin dunyo yig'lab ketdi. Dunyo ham yig'lab ketdi, ham Uyg'ur xalqidan faxrlanib ketdi, ham buningdan ular bir kuch oladi. Biz mushundaq sharoit ostidagi bir millatning bir lideri bo'lishning qandoq ekanligini boshqa liderlar selishtirib dunyoga yangi bir falsafa chiqadi deb qarayman. Shunda bu vaqtda bu sizning bir ibratli bir kitob bo'ldi. Ibratli. Shuningdek, kelgusi Uyg'urlar yetishib chiqadigan liderlar uchun bir darslik bo'ldi. Bu liderlardan nimani kutasiz? Men o liderlardan nimani kutatdim? Men shu liderlar chiqib bo'lishdan burun vatanim ozod bo'lib ketdi. Men ash vatanga berib boraman, vatandagi yangi prezidentim uchun xizmat qilaman deb o'ylayman. Rahmat. Rahmat. Alloh maqsadingizga yetkazsin. Sizga ko'p rahmat. Unda bugungi suhbatimiz oxirlashdi. Sizga ko'p rahmat. Rahmat. Yerib mi ketdim?